yoshlar, faollar. Bugungi mana aksiyamizni 5-iyul xalqaro ekologiyani muhofaza qilish tabiatni asrash kuniga bag'ishlangan. Qushlarni qo'yish ham ekotizimni ham yaxshilanishiga o'z-o'zidan sababchi bo'ladi. Mana bugun Toshkent viloyati Nurafshon shahri markazidagi Nurafshon City majmuasida Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi hamda Nurafshon shahar hokimligi bilan hamkorlikda mingta qush inalarini qo'yish aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Bu aksiyada bizga o'xshagan 300 ga yaqin ekofaollar faol ishtirok etishmoqda. Aksiya jarayonida hozir ta'lim muassasalari va boshqa joylarga daraxtlarga qushlarni ko'payishiga imkon yaratish maqsadida daraxtlarga ilish aksiyasi o'tkazilyapti. Buni hozir biz tushuntirib o'tdik. Qanday ilishni 3 metrdan 5 metr balandlikda bitta daraxtga ikkita ilish, daraxtlarni shikastlamaslik maqsadida miq qoqmasdan qattiq jismlar bilan qotirish, arqonlar bilan sim bilan qotirilishini hozir aytib o'tildik. Biz qushlar hayotiga befarq emasmiz.